Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Toshkent shahri Yunusobodga yetib kelganmiz. Xudo xolasa fasad reklamasi uchun qo'qonli bolalar qilib berishgan. Xudo xolasa juda ham chiroyli chiqqan. Xo'p, bitta narsa aytadigan bo'lsam, videoda boshida ko'rib turgan bu fasadlar, bu 2 tashkilada turgan remonti bu travertin qilib berishgan. Bu 2016-yil atrofida qilingan. Ya'ni mashalanga 2016-yilda trend bo'lgan. Endi bunisi qumshuvoqdan chiqqan, ya'ni sementdan chiqqan, ya'ni sement suvoqdan chiqqan joy bo'ladi. Bu hozir shunaqasi urf bo'lyapti. Kimdirlar tiyaga yopishtiryapti, kimni sharoit ko'tarsa shunaqangi, ya'ni qumshuvoqdan qilishyapti. Bu juda ham qimmat yuradi. Kvadratiga palon pul olishadi to'g'risi. Endi mana bu tomonda obyektimizga kiradigan bo'lsak, bu tomonda mana juda chiroyli xonadon qilib berishgan mana. Ko'ringlar. Niyat qilganlar albatta like bosinglar, qadrdonlar, xudo xolasa. Yaxshi niyat, yarim mol. Albatta sizlarga ham shunaqangi xonadonlar nasib qiladi. Like bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar. Biz sizlarga hozirgi ustalarimiz nima ish qilib berishganini sizlarga sanab beramiz, xudo xolasa. Keling endi bir obzor qilib beraylik qisqa lo'nda. Assalomu alaykum aka. Salomatmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Xo'p, usta nima ish qilgansiz bu xonadonda? Sokol xizmatlari, pol xizmatlarini qilib berganmiz. Ya'ni oyoqda kafelmi bu, nima bu? Ha, kafel aka. Kafeli hamda sokoli hamda Leonardosini qilib bergan. Bu ham travertin sarasi keladimi yo kirmaydi? Kiradi aka. Общий travertin deyiladi hammasi. Juda ham yaxshi. Xo'p. Oyoqdagi necha puldan chiqdi 1 kvadrati? Kvadrat $10 Teri berish xizmati. Teri berish xizmati. Mahsulotini olib beradi. Olib beradi, hamma Xo'p, narsasini. bunisi xal, bunisi xal. Endi sokol xizmatlari. Chaq $2. Chaqi deganda bu nimasi deydi? Chaqlanish. Ha, bitta joyi, mana shu joyi $2. Ha, metri. Nechta bor hozir bunda? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 bitta bo'ladi. Ha, 10 bitta yuradi aka. 10 bitta. Har bitta palasasi $2. Metri. Metri. Endi bu joyichi? Bu ham $10. Bu joyi $10 ha. Splashni yo'qiladigan bo'lsa arzonroq bo'ladi. Shunaqa? Oddiy. Fasoniga qarab narx o'zgaradi. Fasoniga qarab turib, guliga qarab turib o'zgaraveradi. Endi hammani sharoitdan kelib chiqib juda ham yaxshi. Endi xo'p, bunisi aka. Leonardo. Bunisi nechi siloy Leonardo tortilgan bunga? 1 siloydan chiqqan. 1 siloydan aka. Bu devorga hozir Leonardo qilingan va bu o'ta yaltiramayapti. Bunga lak kam qo'shganmisiz? Yo'q, uydagi shunaqa matvi xohlagan aka. Shuning uchun matviligcha unaqa qilib bergan. Ortiqcha yaltiramasin degan-a. Juda ham yaxshi, lekin chiroyli chiqqan ekan. Bu endi marmarino fasonga sal o'xshab ketadi-yu, lekin marmarino emas. Marmarinoda mana bunaqa joylari sal kichikroq bo'ladi, ya'ni joylari kichkina bo'ladi. Buniki ya'ni kattaroq bo'lganligi uchun buni Leonardo deyshadi. Marmarino. Yana qanaqa fasonlar bor usta? Shu xohlagan fasonda qilib beraveramiz. Keyin mana bunaqa paraferetlar tushirib berganmiz. Letga bonusiga aka ichida. Juda ham yaxshi. Hozir qarang. Endi mana shu 1 kvadrati tayyor bo'lishi, ustaqisi, xom ashyosi, lesa, yo'l kirasi, hamma yo'q ichida 1 kvadrati qanchadan? $14 qilib berganmiz aka bitta. $14. $14 qilib berganmiz. $8 $14 gacha, $15 ketaveradi u taraf aka. $8 boshlab $14 gacha qilib berilgan. Aloqaga chiqishsa, borib, o'lchab berib, obrazец qilib berishimiz bepul. Obrazец, qaysi biri yoqsa tanlab, o'shanda qilib beriladi. Unga pul so'ralmaydi. Qilib beraveramiz. Qilib berilganiga qancha bo'ldi batga? Netga 2 oycha bo'ldi. 0 dan 100 ga o'zimiz olib berganmiz. 2 oyda 20 kun davomida bitirganmiz deydi aka. 350 kvadrat atrofida. 350 kvadrat 20 kunda bitirilgan. Endi bu uyda orqa hovlisi ham bor ekan. O'shanisi bilan tashqari tomondan hisoblaganda 350 kvadrat ekan. Juda ham chiroyli ekan, lekin menga ham yoqdi. Shu bolalarda sheriklari, ya'ni men o'zim uyimni ham travertin qilib berishyapti. Xudo xolasa uni ham bitta video qilib chiqamiz inshaalloh. Xudo xolasa, demak $10 dan bu oyoqdagi kafel qilib beriladi. Usta xizmati. Bu bo'ladigan bo'lsa $10 mana bunaqangi $10 ga $2 fasoniga qarab narx o'zgaraveradi aka. Fasoniga qarab o'zgaraveradi. Ha, bu bo'ladigan bo'lsa bu sizlarga hozir usta xizmati hammasini ichida qilib $8 dan $14 gacha qilib berishadi. Frezali, adnatomni hammasidan bor. Hozir mana akalar chiroyli qilib berishgan. Toshkentlik aka-ukalarga ham yoqyaptiki, bemalol Qo'qonlik aka-ukalar kelib ishlab, rozi qilib olishyapti. Xudo xolasa
ular qolib ishlashga sharoit bo'lsa, qolib ham ishlashaveradi, bo'lmasa o'zlarini kvartiralari ham bor shaharda. O'shdan qatnab ishlashaveradi. Xudo xolasa, ekran nomerlariga aloqaga chiqib olaverasizlar akalar. Hammalaringga rahmat, sog' salomat bo'linglar.